Jannat nimaga yaratildi unda? Do'zax nimaga yaratildi unda? Xudoga ijtimo kerak emas dedik mavzuning boshida. Xudo ijtimoga muhtoj emas dedik. Xudoga jannat kerak emas, Xudoga do'zax kerak emas. Nimaga yaratdi bo'lmasam? Butun yer va osmonni insonlar uchun yaratgan zot, narigi dunyoni ham insonlar uchun yaratgan. Va narigi dunyodagi rohat bo'lgan jannatda ham insonlar uchun yaratgan. Va narigi dunyodagi faqat azob bo'lgan, birorta bir sekund rohat yo'q bo'lgan do'zaxda ham insonlar uchun yaratgan. Faqat bu dunyo o'sha rohat bo'lgan jannat yoki azob bo'lgan jahannamga borishni tanlov dunyosi bu dunyo. Mana hozir biz balog'atga yetgandan keyin tanlaymiz. Amallar bilan inson yo jannatga yo do'zaxga borishni o'zi tanlaydi. Xudo Qur'onda men hech kimga zulm qilmayman deydi. Bu dunyoda, ya'ni hayotlik davrlaringda qilgan ishlaringga qarab qiyomatda sizlarga muomala qilaman deydi. Bizni gapimizga kirgan farzandimiz, jiyanimiz, shogirdimizni yaxshi ko'ramizmi? Xuddi shuni kopiyasi. Xudoning gapiga kirganda Xudo yaxshi ko'radi. Xudoning gapiga kirganda Xudo jannatiga kirgizadi. Kirmaganda kirgizmaydi. Shundan xulosa qilaverish kerak.